Hop. Hatta suvga tushib olsam allora. Adliya sezdiramiz. Assalomu alaykum. Yurtimiz a'zolari, Xolislar biznes Telegram YouTube kanallarimizni kuzatib borgan aziz do'stlar. Bugungi videomiz vaksinatsiya jarayoni ekan. Vaksinalar qilish jarayonlarini hozir bir qator tushuntirib o'tamiz. Ekrandan boshchiliklarda doktor mutaxassis o'zlarining xonadonlarida mana shu vaksinani o'rtoqlar hozir bu qanaqa vaksina degan savol tug'iladi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa 5000 doza ILT vaksinasi o'rtoqlar. Laringit traxiya. ILT 5000 doza. Buni oldingi videomizda ham qo'yganmiz. Ozgina mana bu natriy xlordan qo'shib aralashtirib olinadi. Keyin buni ichiga og'dariladi. Keyin har bitta jo'jani burniga bittadan tomiziladi. Ko'ziga degan o'rtoqlar, burniga deb adashib qo'ygan, uzr. O'sha tovuqlarimiz 2 yillik bo'lib qoldi bular. Tak, endi o'rtoqlar, bu kasallik hozirgi kunda juda ko'p keng tarqalayotgan kasallik. Bu eskidan bo'lib kelgan bu kasallik. Ayniqsa mana shu lomin sendellarda ko'p uchraydigan holatida. Mana bu jo'jalarga ham hozir tavsiya beryapmiz. Ikromjon bilan maslahatlashib, mana shularga ham o'zi yoshiga to'lgandan keyin, ya'ni 1 oylik bo'lgandan keyin o'sha vaksinani urish kerak. Sababi bularda matishliklarda ham bor o'sha kasallik. Bular o'sha vaksinani olsa yaxshi natijalarga erishadi. Xudo xolasa. Endi o'rtoqlar, vaksina qilish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Mana shu yerda hozir lomin sendiylarimiz vaksina qilinadi. Yana davom etamiz. Mana o'rtoqlar, o'sha lomin sendiylarimiz, jo'jalarimiz hozir 1 oydan o'tgan holati. Mana shular vaksina qilinyapti. Buni bir kun oldin vitaminga to'ydiriladi. Bularni vaksina qilishdan oldin vitaminga to'yingandan keyin vaksinani ochib tayyorlanadi. Shunga e'tibor berasizlar o'rtoqlar, vaksina 2 soatgacha aktiv holatda bo'ladi. 2 soatdan keyin vaksina o'ladi. O'shani hisobini olasizlar. Qachonki vaksina qilinmagan bo'lsa, 2 soatdan keyin vaksina o'ladi. Befoyda bo'lib qoladi 2 soatdan o'tgan vaksinani qilish. Hozir ichkarida qilishyapti qizlarimiz, birgalikda kuzatamiz. Mana buni shunday joydagiga bo'lib olinadi. Bir tomonda jo'jalarni ushlab vaksinatsiya qilinadi, bir tomonga bo'lganlarini tashlanadi. Mana hozir ko'ngil xira bo'lmasin deb umid qilamiz va mana holatni ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Mana shunday bakteriyalar bo'ladi. Sababi bular o'sha qaydalganda bir-birini bosadi. Mana shu holatlarda mana bir-birini bosib qolishining oqibatida bakteriyalar bo'lib turadi. Mana bu holatlari, bular hozir qilingan yo'q vaksinatsiya. Qilinganlari mana shu pardani orqasiga o'tkazilyapti. Mana bu tomonga mana tashlanyapti. Hozir qilish jarayoni oldingi videolarda ham ko'p qo'yganmiz. Yana ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Jarayonni qanday holatda vaksinatsiya bo'lishini. Mana o'rtoqlar, holat ko'ziga bir tomchidan tomizilyapti jo'jalarimizni mana. E'tibor berasizlar. Mana o'rtoqlar, bir tomchidan ko'zga tomizilinadi. Shu vaksinatsiya bo'lgan hisoblanadi. O'rtoqlar, mana shu vaksinani qilish kerak har bir tovuqqa. Sababi bu vaksinani qilingandan keyin gruppamizda ham, Telegram gruppamizda ham ko'p mavzular bo'ladi. Ko'p joylarga borib holatlar ko'rganimizda, doktorlar bilan suhbatlashganimizda, mutaxassislar bilan lomin sendiylar deyishyapti, kasal bo'ladi, bo'lyapti. Uyda qora tovuqlarimiz ham bor, Andijon qora tovuqlari, boshqa zotlar ham bor deyishyapti. Lomin sendiy hammasi galada kasallik kelib, betlari ishib, nafas olishlari va qiynalib, aks urib holatlar bo'lyapti deyishadi.
Lomin sindiylarda nimagadir o'sha antibiotik suv orqali berilgandan keyin 3-4 kundan keyin lomin sindiylar o'ziga kelib yaxshi bo'lib qolyapti. Jaydari tovuqlarimiz patereliya bo'lyapti, o'ziga kelish qiyin bo'lyapti deyishyapti. Buni sababi oddiy o'rtoqlar, bular lomin sindiylarni xo'sh ko'ch bozordan olgan bo'linglar, xohlaylar birovni uyidan, birov xohlaylar fabrikadan. Lomin sindiy galada jo'jani galada boqqandan keyin vaksinatsiyalarni qilib borishadi hammalari. Sababi ularga qilish shart vaksinalar. Gambora, iliti, CCA bularda, lasotda bronxit bularda hamma vaksinalarni qilinganini sababli bular ozgina o'sha kasallik kelgandan keyin bular ham kasallikka yo'liqadi. O'sha antibiotik olingandan keyin tezda sog'ayib, yana tuxumda davom etishadi. Xonaki tovuqlar, Andijon qora tovuqlari, boshqa barcha turdagi tovuqlarda xo'jaliklarda boqiladigan, inkubatsiya jarayonida ochilib boqiladiganlar aksariyat ko'plari iliti qilishmaydi. Iliti vaksinasining sababi nima degan savol tug'iladi. Iliti vaksinasi hozirgi ko'rsatib o'tdim o'rtoqlar, bitta dozali, bitta o'sha idishchadagisi 230 ming turadi. 1000 dozalik. 1000 dozalikda hozir mana shu yerda 3000 ta jo'jaga qilinyapti. Endi 50 ta 100 ta jo'jasi bor odam 1000 dozani olib qolganini to'kib tashlaymanmi degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. O'shaning uchun ham qilishmaydi. Buni qilgan yaxshi afzal tomoni kasallik kelgandan keyin osongina yengib o'tib ketadi. Kasallik buni qilinmasa, kasallik kelganda antibiotik bilan 50% tuzatib olishi mumkin. Pateriyalar ko'p bo'ladi o'rtoqlar. O'shaning uchun bu iliti vaksinasiya ko'pincha hushyor bo'linadi, ko'pincha qilinadi. Shunday ayniqsa ferma uslubida boqiladigan tovuqlar, jo'jalarimizga qilgan yaxshi. Biz tavsiya berib qo'yamiz o'rtoqlar. Har kimning o'ziga havola endi bu yog'i. Qilish qilmaslik. Hozir mana shu tashqaridagi adler jo'jalarimizni ham hozir tavsiya berib o'tyapmiz. Xudo xolasa egalari bilan muloqotda bo'lishganda aytib bir qator aytayim dedim. Aytib o'tishadi ekan ham. Qilib qo'yishsa mana shu iliti vaksinasini ancha kasallikdan bexavotir o'tinadi. Sababi vaqti kelib o'sha kim olsa buni ham kasallik keladi, kelmaydi bas. Mana shu jo'jalarni nazarda tutyapti o'rtoqlar. Bularga ham o'sha 1 oylik bo'lgandan keyin iliti vaksinasini qilish kerak. Iliti vaksinasi qanaqangi vaksina deyilsa, laringotraxeya degan kasallik vaksinasi. Laringotraxeya, ya'ni tovuqlarda qanday oson qilib tushuntiradigan bo'lsam o'rtoqlar, odamda mana qizil o'ngach deymiz. Bularda shu tomog'ida qizil o'ngachda traxeya degan joyi bor. Ana shu traxeyasi yallig'langanda xuddi odamni masalan anginasi ishda deydi-yu, muzli suv ichma, angina ichadi yo morojnoe yema va boshqa shunga o'xshagan. Bir xillari tezda muzli narsa yesa shamollab qolgandek odamda antibiotiklar berib tuzatiladi. Sababi yetarlicha dori darmonlar bor. Bularda o'sha narsa mujassam basligi uchun, ya'ni bular baribir parranda o'sha ya'ni xullas o'sha traxeyasi yallig'lanib ana shu yerdan shamollashni asoratidan kelib chiqqan kasallik. Bularda lasotda bronxit qilinadi yoshligida, ko'pchilik qilishadi ham, uyda boqadiganlar ham qilishadi lasotdan. Sababi o'sha jo'jalarda shamollashiga qarshi vaksina. Bu kasallik iliti vaksinasi. Shamollash bo'lgandan keyin shunga e'tibor berish kerak o'rtoqlar. Misol uchun nima deb tushuntirsam ekan, shamoliy bo'lib tomog'i og'riydigan bo'lsa, misol uchun muzli suv ichib, yo bo'lmasam ayniqsa o'sha kuz bahorda qo'zg'aydigan kasallik bular. Oddiy misol bronxit bo'lgan taqdirda ham bronxit bitta kasallikka yo'liqdimi, bu davomli ketaveradi. Bu bir-birini chaqiradi. Bu kasallik vaqtida antibiotik bilan yengib olinmasa, qo'shilib ketaveradi.
Yetlari ishadi, ko'zlari ishadi, nafas ololmay qoladi, xirillaydi. Oxiri to'nlari, ya'ni xurpayishni boshlaydi, narsa yemay ichmay qo'yadi, oxiri o'lim bilan tugaydi. O'shani hisobiga vaksinatsiyani qilgan ancha yaxshi bo'ladi. Biz tavsiya berib qo'yaveramiz o'rtoqlar, har kimning o'ziga havola. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Keyingi videolarimiz, keyingi joylarimizda katta partiya jo'ja tashlashga joylarimiz tayyorlayapmiz. Uni videolarini qo'yamiz, xudo xolasa. O'sha aytib o'tganimizdek, ya'ni noldan tuxum qo'yib, tuxumlarni sotayotgan jarayongacha qo'yib boramiz degan niyatimiz bor. Ko'pchilikka bilmaganlarga ma'lumot bo'lib qoladi, ko'rmaganlarga fakt bo'lib qoladi. Bizni kuzatib boringlar. Telegram gruppamizda bo'lmagan bo'lsalaring, Telegramdan kirib a'zo bo'lib qo'shalaring. O'sha yerda o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislarimiz javob berib borishyapti. Savollarga bilganicha savollarga javob berib kelayotgan mutaxassislarimiz barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana Sobirjon ukamiz, G'ayratjon akamiz, Sobirjon hoji aka, Botirxon, Xayrulloxon, juda ko'pchilik, mana Otabek ukamiz, ko'pchilik bilganicha ma'lumotlar berib borishyapti. Shular sababli kimnidir parrandalari sog'lom bo'lib yana hayotga qaytsa, xudo xolasa o'ziga yarasha ajr mukofotlari bor degan umiddamiz. Mana o'sha bitta oyog'i yo'q tovuqimizni ko'rsatib qo'yay o'rtoqlar. Mana shu tovuqimizni bitta oyog'i yo'q. Mana shu tovuq ham tug'ib yuribdi. Mana bir oyog'lik tovuqimiz. Holatlar shunaqa o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib boringlar. YouTube kanalimizga a'zo bo'lmaganlar a'zo bo'lib, obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlarini qoldirishlari mumkin. Bo'lmasam qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Endi aytib o'tganimdek, bundan bu yog'iga davomli, ya'ni qo'pol qilayotganda yoki tushunarli holatiga aytganda o'sha zero max 0 dan maksimal darajagacha boradigan holatini tushuntirib boramiz. Ma'lumotlar berib boramiz, xudo xolasa. Ko'pchilikka ma'lumot bo'lib qoladi. Yana bir narsa aytib o'taman o'rtoqlar. Narigi tomonda o'sha iliqda kattalarga elita vaksinasiya qilinyapti. Bu tomonda qilingan yo'q. Bu tomondagilar yo'qmaydimi degan savol tug'iladi. Ya'ni bu o'lik vaksinani hozir bularga qilinyapti. Mana shu laringotraxiya kasalligini bularning organizmiga qo'yilyapti. Bu holatda o'sha laringotraxiyani o'lik vaksina holatida farqlayotganda tarqagan holati. Bularga yo'qmaydimi degan savol tug'iladi. Bularga profilaktika uchun kecha antibiotikni berishdi, vitaminlar berishdi. Qolaversa, mana shunday hamma joyini yopishgan tovuqxonani, narigi tomondan havo kirmaydigan qilib, faqat mana shu ochiq xolos o'rtoqlar. Mana shu ochiq kirdi chiqdiga. Va xudo xolasa majburlikdan qilinyapti bu. O'zi bitta tovuqxonada ikki xil holatdagi tovuqlar boqmagan yaxshi, afzal. Sababi havo orqali yuqish ehtimoli yuqori. Endi bu yerda majburlikdan qilinyapti. Xudo xolasa yuqmaydi. Niyat qilamiz. Bu tomondagilar rosa sog'lom holatga kelgizib turib, profilaktika dorilarni ham berib, bu tomonga majbur qilinyapti. Endi bu tomondagilar yaqinda ketadi narigi tovuqxonaga. Bu yerga yana jo'jalar keladi. Mayda jo'jalar. Mana bular 15 kundan keyin egalariga ketadi bular. Yana jarayonni kuzatib boramiz. O'rniga yana Legoran, Adler, yana shunaqangi jo'jalar kelish ehtimoli bor. Anig'i Lomin sendi jo'jalarimiz zakaz qilingan, oyda o'rtalariga keladi. Ozgina kunlar qolyapti. 15-20 larga keladi. Yana videolarni qo'yib boramiz. O'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, birinchilardan bo'linadi. Ya'ni keyingi videolarimizni birinchilardan kuzatishlari mumkin. Bizning videolarimiz faqat
oldi sotdi sohasida ham bir ikkita sotilganlarni ham video qilyapmiz va ma'lumotlar berib boryapmiz imkon qadar. Maqsadimiz o'sha ko'pchilik qiynalib kasallikka uchraydigan bo'lsa, shu videolarni ko'rib ozgina ma'lumot olishadi va tajribalarni oshirib olishadigan umiddamiz. Mana shu tovuqxonani ko'rinishi bu tomonimiz shahar, mana hovlilar, bu tomonimiz bog'cha. Shaharning o'rtasida. Narigi tomonni ham ko'rsatib qo'yay, qanaqangi mahalla degan savol tug'iladi. Mana o'rtalar o'sha bog'chani chiqarishi, atrof hamma joy xo'jaliklar, hovli, uylar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimgadir manfaati tegsa biz xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar. 55 ta bo'ldi bu yerda. 55 ta jo'jamiz ketyapti. Metan bo'lsa, Chusga. Nima bo'lgan chusiga ketyapti. Narxlarimiz 25 mingdan bo'libdi, baraka bo'libdi. Bular adillarimiz. Güzeller ushlashyapti. Buni kecha vaksina bo'lgan. Go'jalarimiz holatlari zo'r. Bugun hozir Jizzaxga 5 ta ketadi, yo'lda kelishyapti. 5 ta deyman, 500 ta. Nasib bo'lsa videosini qo'yamiz. Go'jalarimiz sotuvi boshlangan. Shu holatda o'zi 500 taga zakaz olingandi. Hozir qadrdonimiz Chustdan kelib 50-60 ta olib ketishyapti. Bularni qolgani o'sha katta bo'lganda 3 oyligida zakazi olingan. O'shanda sotiladi qolgani. Mana o'rtoqlar. Kecha vaksinatsiya qilingan ilota videoni boshida qo'yyapmiz. Bugun kechqurun. Mana 500 talik olib ketiladi Jizzaxga degan joyimizga. 520 ta makon, 20 ta xo'roz olishyapti. 540 ta ketyapti. Xo'rozlari bular makonlar. Qo'qondan Jizzaxga ketishyapti. Bularni narxi qanaqa bo'ldi degan savolga bugun kunduzi videoning boshida aytib o'tamiz, qo'yib o'tdim agar adashmasam. 25 mingdan berildi, 45 kunlik jo'jalar. Bular oldindan zakaz berib, to'lovini qilishgani uchun 22 mingdan baraka bo'ldi. 22 ming. endi aka tashlayman men unaqa qilib emasman, sizlarga ketadi. U boshqa narxdan ketadi hisobda. Mana o'rtoqlar, mana shu boshida ketadi hozir mana vitalatlari. İştedan mabodo mana shu yuklanadi. Jizzaxga yo'l olinadi. Xudo xolasa olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Spesial 500 talik mashina egallarimiz mana shular mana. Mana yerda havo kirgan joylari bor mana. Bag'ida orqada ventilyatsiya, ya'ni havo isigini ventilyatorga yoqishadi. Yoz kunida hozir shart emas. 540 ta jo'jalarimiz ketyapti. Bular aytganimdek xo'rozlar. Endi yana bir safar sizga GP bahosi ketdi bu. Ko'ravering. Bu bo'yiga to'g'rishlar bo'lsa, Olgan ham sotgan ham zo'r ketdi. Zo'r oldik. salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. O'shanisini qilib berdim sizga, ishonarli bo'ldi. Videolarga ham olindi o'shalar. Imonni o'shani qildik. Mayli 1 million ketsa ham qildik. Zato shunday stop. Orta daraxt uchiga o'tkazmaydi bu ovora. Kecha ilotalari bo'ldi bularda. Eshitsa daraxtni ushida yotsa ham bular kasal bo'lmaydi xudo xolasa. Chunki ishonarli. Salomat bo'linglar.
Oybekjon. To'g'ri. Ketdi, xudo xolasa Jizzaxga. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin, yaxshi yetib olsin. Sog' bo'linglar. Mana nomerlarimiz, Qo'qon mashinasi. Aloqaga chiqaverasizlar.